Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Sharq Turkistonda Urumchi Navoiy yuk transport aviasiya liniyasi ochildi. Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirayotgan va majburiy emgak mahsulotlari turli liniyalar orqali Osiyo, Yevropa ellariga to'shilayotgan bir vaziyatda Xitoy Sharq Turkistonda yana Urumchi Navoiy yuk transport aviasiya liniyasini ishga kirishtirgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, chegara halqagan elektronlik savdo posilkalarini to'shiydigan Urumchi Navoiy xalqaro yuk transport aviasiya liniyasi 15-iyun rasmiy ochilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu aviasiya liniyasida O'zbekiston O'rta Osiyo aviasiya shirkati tijorat qiladi ekan. B767 300 F tipli navbatchi aeroplan 50 tonnadan ortiq eksport mal to'shiydi ekan va keyingi mezgilda har haftada 2 qatim uchadi ekan. Mazkur liniya Urumchi Toshkent liniyasidan keyin ochilgan O'zbekistonga qatnaydigan ikkinchi xalqaro yuk transport aviasiya liniyasi hisoblanadi ekan. Xabarda bu yil kirgandan buyon Urumchi Tangritog' xalqaro aerodromining yuk pochta yo'llanmalari umumiy miqdori va xalqaro yuk transport miqdorida bo'sish hosil qilganligi bu yil 1-oydan 5-oygacha Urumchi Tangritog' xalqaro aerodromining yuk pochta yo'llanmalarini to'shish miqdorining 110.600 tonnaga yetib, bulturga o'xshash mazgildagidan 62.71% oshganligi xalqaro yuk transport navbatchi aeroplanining 2096 aeroplan qaytimiga yetib, bulturga o'xshash mazgildagidan 687% oshganligi xalqaro yuk transport miqdorining 38.500 tonnaga yetib, bulturga o'xshash mazgildagidan 795% ko'proq oshganligi qatorliq sonliq ma'lumotlar tilga ilingan. Xitoyning Uyg'urlar boshliq Turkiy xalqlarni majburiy emgakka selish jinoyati xalqaroda tanqidga uchrayotgan bo'lsa-mu, Xitoy qonga bo'yalgan majburiy emgak mahsulotlarini davomli Osiyo, Yevropa ellariga to'shimoqda va buning uchun turli qatnash vositalari va liniyalarini kengaytmoqda. Tayvan Ostona xitobnomasiga norozilik bildirdi. Qozog'istonda o'tkazilgan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'inida Ostona xitobnomasi e'lon qilingandan keyin Tayvan hukumati xitobnomadagi Tayvan Xitoy zaminining ayrilmas bir parchasi qatorliq bayonlarga qattiq norozilik bildirdi. Ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini 16-iyundan 18-iyungacha Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tkazilgan bo'lib, Xitoy va O'rta Osiyo davlatlari savdo, sayohat, madaniyat, ma'rif qatorliq ko'plagan sohalar bo'yicha hamkorlikni kengaytirishni muzokara qilgan va umumiy qiymati 17 milliard Amerika dollaridan oshadigan 35 turlik hamkorlik kelishimi imzolagan. Yig'in oxirida yana Ostona xitobnomasi e'lon qilingan bo'lib, xitobnomada turlik hamkorliklar tilga ilingandan sirt 2023-yili o'tkazilgan tungi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'inidagi Xi'an xitobnomasiga o'xshash Xitoy va O'rta Osiyo ellarining o'zaro ichki ishlarga aralashmaydiganligi, egilik huquqiga hurmat qiladiganligi, atalmish terrorlikqa, bo'lgunchilikka, asabiylikka, uch xil kuchga qarshi turish jihatda hamkorlashadiganligiga aloqador iboralar takrorlangan. Ammo farqlanadigan yeri Ostona xitobnomasida Tayvan bevosita tilga ilingan bo'lib, O'rta Osiyo davlatlarining bir Xitoy prinsipiga amal qiladiganligi, Tayvanning Xitoy zaminining ayrilmas bir parchasi ekanligini ta'kidlaydiganligi va har qanday shakldagi Tayvan mustaqilligiga qarshi turadiganligi qayd qilingan. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi 19-iyun bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunist rejimining boshqa davlat rahbarlari bilan suhbatlashish jarayonida fursatdan foydalanib, Tayvanning egilik huquqini ochiq-oshkora dafsanda qilganligini, shundaqla O'rta Osiyo davlatlarining Xitoyning reallikqa zid bayonlarga osonli ishinib qolganligini va Xitoyga moslashib Tayvanning egilik huquqiga ziyon yetkazadigan bayonlarni e'lon qilganligini qattiq aybladi. Bayonotda yana Tayvanning egilik huquqining barliq Tayvan xalqiga tava ekanligi, Xitoy Kompartiyasining azaldan Tayvanga hukmronlik qilib boqmaganligi, Tayvanning Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini Xitoyning paketga pisand qilmagan tajovuzchilik muddaosi bo'lgan rayon tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qiladigan bayonlarni qo'llamaslikka chaqiradiganligi qayd qilindi. Amerika harbiy qismlarini yo'tkamoqda.
İranning Amerika İsrailiyaning harbiy harakatiga bevosita aralashgan taqdirda Amerikaga kuchlik javob qaytaradiganligi to'g'risida ogohlantirishidan keyin Amerika harbiy kuchini qo'g'dash tadbirlarini kuchaytirmoqda. İki Amerika amaldorining 18 iyun Reuters agentligiga bergan bayonotida bildirilishicha, Amerika armiyasi Iranning hujum qo'zg'ash ehtimolligiga qarshi O'rta Sharqdagi ba'zi harbiy bazalardan aeroplan va paraxodlarni yo'tkamoqda ekan. Bu hareketler Prezident Donald Trump'ның Amerika'nın, İsrailiyaning Iranning yadro va boshqariladigan bomba muassasalariga qaratgan bombardimonlarga qatnashmaydiganligi to'g'risida dunyoning diqqatini qo'zg'ayotgan bir paytda yuz bergan. Amerikaning Qatardagi elchixonasi 19 iyun xodimlarining Doha shahri sirtidagi cho'lga joylashgan Amerikaning O'rta Sharqdagi eng chong harbiy muassasasi bo'lgan Al-Udayd havo armiya bazasiga kirishni vaqtliq cheklash ogohlantirishi chiqargan. Ismi oshkorlanmagan ikki Amerika amaldori aeroplan va paraxodlarni yo'tkashning Amerika qismlarini qo'g'dash planlarining bir qismi ekanligini bildirgan. Lekin mazkur aeroplan va paraxodlarning soni ham qayerga o'rinlashtirilganligi to'g'risida ma'lumot bermagan. Reuters agentligi bu hafta ichida ko'p sondagi mayqachilash aeroplanlarining Yevropaga qo'shimcha kurashchi aeroplanlarni o'z ichiga olgan boshqa harbiy aslahalarning O'rta Sharqqa qarab yo'lga chiqqanligini xabar qilgan. Buningdan boshqa yana Hind Tinch okean rayonidagi bir aviamatgami O'rta Sharqqa qarab yo'lga chiqqan. İranning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Amerika İsrailiyaning harbiy harakatiga bevosita qatnashgan taqdirda Iranning Amerikaga kuchlik javob qaytaradiganligini Washingtonga yetkazgan edi. İran İsrailiya masalasi bo'yicha 2 haftalik diplomatiya bosqichi boshlandi. İran İsrailiya jiddiychiligi masalasi bo'yicha 2 haftalik janva diplomatiya bosqichi boshlangan bo'lib, O'rta Sharqda o'tirg'i chiqishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli to'qinishning oldini olishga tirishayotgan yer shari xarakterli kuchlar Isroiliya bilan Iran o'rtasidagi jiddiychilikni pasaytirish maqsadida bugun Janvada nihoyatda zo'r ahamiyatga ega diplomatik tashabbusni ishga kirishtirdi. Turkiya Ovoz radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, yig'inda Angliya, Fransiya va Germaniyaning yuqori darajali diplomatlari Iran tashqi ishlar ministri Abbos Araqchi bilan bir yerga jam bo'lib, Tehronning yadro programmasini muzokara qildi ekan. Shundaqla jiddiychilikni pasaytirish yo'llari ustida izdindi ekan. Aloqador tarmoqlarning bildirishicha, kelar hafta Lahayda chaqirilgan NATO boshliqlari yig'ini harfisida o'tkazilgan yig'inda diplomatik tashabbusning ishga kirishtirilishi nishon qilinmoqda ekan. Yig'inda O'rta Sharqning umumiy bexatarlik masalasi mo kun tartibga keladi ekan. 24-25 iyun kunlari Lahayda chaqirilgan NATO boshliqlari yig'iniga Amerika prezidenti Donald Trump, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va boshqa ittifoqdosh davlatlarning rahbarlarining qatnashishi kutilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.